Parvozlar, salom alaykum. Bozorga hali kungi novvot chiqdi. Men o'zim olib qo'ydim. 800 ming so'mga oldim. 800 ming so'mga. Bu ko'zini oldim faqat. Bu yog'ini olganim yo'q. Bu yog'ini olganim yo'q. Mana ko'zni 800 ming so'mga oldim. Mana parvozlar haqiqiy novvotni o'zini ko'zi, chag'ir ko'z. Haqiqiy. Shuning uchun men toza deb kattalarimga javob qaytaraman-ku. Bekarga aytmayman. Mana haqiqiy ko'zi toza novvot. Ko'zini oldim 800 ming so'mga. Ko'paysa xudo xolisa sizlarga ham beraman tozasidan. Bugun qisloq necha o'rtoqlar? 13-yanvar 2026-yil. Bozor mana. Endi buni haligi tari toza novvotlarga parlaymiz, ko'zni olamiz ularga. Ko'zni olib, novvot tozalarini chiqaramiz. Tirjayib turadigan novvotlar ham ko'payib ketdi. Mana haqiqiy ko'z. Haqiqiy novvotni o'zini ko'zi. Tozasi. Hali qimmat pullarga sotiladigan novvotlar. Parvozlar salomat bo'linglar, charchamanglar, omad.